Mamlakatimizda ko'p qavatli uylarni boshqarish tizimini takomillashtirish, aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlash uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Ammo afsuski, ayrim boshqaruv organlari hanuz islohotlar mazmun-mohiyatini anglamagan holda belgilangan talablarga sovuqqonlik bilan qaramoqda. Boshqaruv organlari faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirish, xalq oldida ularning mas'uliyati va javobgarligini oshirish va islohotlarni amalda ta'minlash nuqtai nazaridan bugun Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida o'rganish ishlari olib borildi. Jarayonga ushbu tumanda faoliyat yurituvchi boshqaruv organlari rahbarlari ham jalb etildi. Vazir o'rinbosari o'rganish ishlarini Madaniyatli hudud boshqaruv servis kompaniyasidan boshlagani bejiz emas. Zero so'nggi paytlarda mazkur boshqaruv organidan ko'plab murojaatlar kelib tushgan. Jarayon davomida aniq bo'ldiki, haqiqatdan faoliyatda tizim va tartib yo'q. Domni texnik holat, ya'ni kommunikatsiya tizimini injener yaxshi tushunadi. Sizda sohaga kerak bo'lgan odam bu yerda yo'q. Bir oyda qancha tushum tushadi? 60% tushadi. 80 million, 90 million. 80 million tushadi. Demak, 50-60 million so'm oyligingizga ketayotgan bo'lsa, 30 million so'm siz domni ekspluatatsiya qilish, domni texnik holatini saqlash uchun ishlayapsiz. Bu yerda umuman nima yo'q-ku, sharoit qilmagan. Amaliyotimizni majburiy badaldan. Majburiy badaldan. Qo'shimcha xizmatlaringiz yo'q-a? Qo'shimcha xizmatlar yo'q, hali endi ochamiz. Sizga o'tgan safar ham aytib ketgandimmi? Bir tartibga keltirish kerak va hech qanaqa o'zgarish yo'q-ku. Razivalkani ham chiroyli qilib yopib, qarang, hozir ham oyoq kiyimlar hammasi shu yerda turibdi, dispetcher ham bu yerda o'tiribdi. Antisanitar holatda bu hozir. Jarayonda haqiqatdan faoliyatda tizim va tartib yo'qligi aniqlandi. Aholi murojaatlarini qayd etish, ularni tizimli ravishda bartaraf etish ishlari ham qoniqarli emas. Sifatsiz xizmat, bee'tiborlik va loqaydlik muammolar yechimini yanada qiyinlashtirmoqda. Santexnik, elektriklarni ko'paytirishingiz kerak. Hozir billingda murojaatlar kompyuterda raqamlashtirilganda har bitta boshqaruv kompaniyalari billing tizimi orqali aholi murojaat yuboradi, murojaat o'shandan qabul qilinyapti. Bizda yo'q-da billing. 23-yilda ham kelganimda ham bo'ldi, bilaman, o'rganganman deysiz. Yana shu holat, eski tos, eski hammom. Qachon o'zgartirasiz? Dunyo qarashni siz o'zgartirmasangiz bo'lmaydi-da, opa. Bugun qanaqangi islohotlarda bo'lyapti, qanaqa talablar bo'lyapti, sifatli xizmat, sifatli boshqarish, domni holatini, texnik holatini, ekspluatatsiyasini siz bilan biz saqlashimizni, odamlar bilan qanaqa ishlash, kommunal madaniyatga rioya qilish, siz o'zingiz bu narsani ta'minlab bermasangiz, xalq albatta bizdan rozi bo'lmaydi. Yaxshimisiz? Uzr, bezovta qildik. Sizni kompaniyadan bezovta qilyapmiz. Kompaniyaga tomimdan chakka o'tadi deb murojaat qilgan ekansiz. Заявку не устранили, да, уважаемая? Я заявку подавала в октябре, в декабре, в январе. Вот последний раз тоже повторила в январе. Но пока никаких сдвигов не вижу. А где у вас течет сейчас? На балконе. На балконе, да? Да. Oktyabr, noyabr, sentyabr deyapti. U kuz qishga tayyorgarlik shunaqa bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Aytyapsiz-ku, opa. Ko'p qavatli uylarning yerto'lalari sanitariya talablariga javob bermaydi. Kirish yo'laklari ta'mirtalab ahvolda. Tom qismlardan chakka o'tish holatlari ham juda ko'p. Atrof hududlarni obodonlashtirish, tozalikni ta'minlash masalalari ham e'tiborsiz qoldirilib kelinmoqda. Qanaqa tomizdan chakka o'tirsa kayfiyat bo'lmaydi-ku odamda. O'zimiz bir kun yashab ko'raylik, svetlarni o'chirib qo'ysin. Svetlar yonganda kunduz kuniga hisob qilishimiz kerak. Podezlarim qachon oxirgi marta remont bo'lgan? Bu 5 yil oldin qilgan. Birinchi tomizni qiling. Tom juda chakki. Tomdan juda zaifku bu dom. Tom bilan podvalingizni holatini yaxshilang. Tomdan chakki o'tsa, podval suv bo'lib, balota bo'lib yotgan bo'lsa, qanaqa qilib buni usti yaltiroq, ichi qaltiroq bo'ladi-ku. Kabellarni tartibga olish iloji yo'qmi? Holati yaxshi emas-da, madaniyat.
Ansanitar holat. Tozalik hech bo'lmaganda tozalik qilishimiz. Oqlar, tozalar. Bu endi yerto'laga kirolmaydi. Xavf degani bu antisanitar holatda bo'lish kerak deganimizda. Boshqaruv organiga berilgan imkoniyatlar yetarli, muammolar ham aniq, ammo mas'uliyat va tizimni o'zgartirish istagi umuman sezilmaydi. Bu esa eng avvalo fuqarolar manfaatiga ziyon yetkazmoqda. Ozoda Jo'rayeva hududda aholi bilan so'rovnoma o'tkazish, boshqaruv organi faoliyatini qat'iy tartibda o'rganish topshirig'ini berdi. Bunday tartibdagi ish bugungi kun talablariga umuman javob bermasligi, xalq oldidagi mas'uliyatning yuki og'ir ekanligi qayta ta'kidlandi. Qayd etish lozimki, bugun aholimizning boshqaruv organlaridan sifatli xizmatlarni talab qilish, tanlov erkinligi, o'z huquq va majburiyati bo'yicha ko'nikmalari kuchayib bormoqda. Bu raqobat muhitida ilgarigidek kunim o'tsa bo'ldi qabilida ish tutadiganlar uchun o'rin qolmasligi ham shubhasiz. Tumanda faoliyat yurituvchi Imona boshqaruv servis kompaniyasi bu borada yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Xizmat sifati, daxldorlikdan xabar topgan o'z-o'zini boshqaruvchi tashkilotlar kompaniyaga o'tish istagini bildirayotgan holat ustidan chiqar ekanmiz, mazkur haqiqatni yana bir bor angladik. Demak, bugun aniq natija muhim. Yolg'onlar bilan xalqning ko'ngliga yo'l topish imkonsiz. Главный бухгалтер, да? Сколько домов обслуживаете? У нас 112 домов. Успеваете? Да, успеваем. Работаем много, конечно. Да, у нас А мы с удобным непосредственным управлением перейдем к управляющей компании. такого вот сейчас. Сейчас будем вносить. А у нас был домком, сейчас нам тоже подойдет, 75 лет уже по собственному желанию решила перейти, так как наша Ильмона Баракап служит нашему халю, решили перейти сами, да. Вот такого принесли. Сейчас вот у меня очень большая просьба, чтобы у нас непосредственное управление как можно быстрее подвинули передвиг Ильмона Баракапа. Хорошо, если это ваше... Да, это наше личное желание. Никто нас не заставлял, никакого принудительного не было. Просто у нас двухэтажка, 12 квартир, уже домком сказал по возрасту. Как бы мы наслышаны об этой компании. Вот, я же говорю, мы даже еще не заплатили, Камиле позвонили, Камиле. Все, пожалуйста, сейчас уборка будет. Ну, уже начали, да, компания работать? Да, я же говорю, мы еще не оплатили, уборка была, снег почистили, с канализацией были проблемы, сантехника отправили. Я считаю, это очень хорошо, пока еще не оплатили, а уже какие работы проведены. Никакого недавнения, никто не заставлял. Это по добровольному желанию мы выбрали сами. Ну, хорошо, да. Удачи вам. Вам тоже успехов, всего вам хорошего. Ладно, удачи. O'zi sifatli xizmat ko'rsata boshlasa, o'zi aholini o'zi tanlab ketaveradi. O'zi xohlagan nima boshqaruv usulini. Bugungi kunda 112 ta ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatuvchi kompaniyadagi tartib, muvozanat, tizimlilik kirish eshiklaridan ko'zga tashlandi. Aniq maqsad, aniq strategik xatti-harakatlar 19 ta uydan boshlangan kompaniyaning qariyb 10 baravar katta salohiyatli tashkilotga aylanishiga zamin yaratgan. Qo'shimcha servis xizmatlar, tadbirkorlik faoliyati esa faqat mulkdorlar mablag'iga qarab qolishning oldini olmoqda. Bu qo'shimcha daromadimiz. Bu yo'lda ishchi xodimi ovqatlanadi. Bir kunda qancha chiqadi olasiz? Kuniga bir sutkaga 10 tonna ish chiqaramiz. Hasadli. Bu fasadni muntini ham chiqaramiz, podezligi. Yaqindagina anaqada ham salar, o'zgarishli salar, очистной joy bor, kanalizatsiya tozalash. Ular fasadlarini mana shu yuzida ishlatdik. Bu оборудование qo'lda yasalgan. Ha, o'zimizda yasalgan. 380 ishlaydi. Ha, 380. Sizlar faqat o'zlaringiz uchunmi yo boshqalarga foydasizlarmi? Boshqalarga foydasi. Фасады очень полезный красный. Fasadnisini ham, внутреннисini ham, emal kraskalasini ham faqat mana bularning kompaniyasidan sotib olaman. O'sha 2 yildan beri. O'zi patronat chiqdi, hamma kun aylanib yuribdi menda. Qo'shimcha servis xizmati ko'paytirish kerak. Xalqda nima talab bo'lsa qilish kerak boshqaruv kompaniya. Kompaniya bu tadbirkor.
texnologiyasini o'rganish kerak. Ha, hamma nima uyini tozalash xizmatimi, kir yuvish xizmatimi, klinik hamma narsa, tikuvchimi, yetib berish xizmatimi, qo'shimcha daromad topishlari kerak. Kommunal sohaga bozor kirib keldi. Yashovchilar hamma xizmatini qilib berish imkoniyati yaratib berildi davlat rahbarimiz tomonidan. Biz o'shani soliqlardan ozod qilib berildi. Biz xalqning xizmatini sifatli bajarishimiz kerak. Faqat doimiy texnik holatini saqlash yoki ekspluatatsiya qilib o'tirish emas. Qo'shimcha servis davomida xonadonda nima xizmat bo'lsa, shuni bo'ynimizga olishimiz kerak. O'shanda biz rivojlanamiz. Mirzo Ulug'bek tumanidagi boshqaruv organlari bilan birgalikda o'tkazilgan nazorat tadbirlari ularga kerakli xulosani berdi degan umiddamiz. Zero soha qanchalik mashaqqatli bo'lmasin, mehnati bilan baraka topayotganlar, berilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalanayotganlar juda ko'p. Adolat, halollik, daxldorlik kuchli bo'lsa bas. Vazirlik tomonidan esa o'rganish ishlari qat'iy tartibda davom etayotganini ma'lum qilamiz.